Xo'sh shogirdlarim, burski bu dars o'qimaymiz, buruz men sizlarga xotirotlarimni bayon qilaman. Ha ustoz, bayon qiling qani xotirotlaringizni. Qadim vaqti shu Einstein vaqtiga qo'nma. Ruslar Afg'onistonga hamla qildi, ko'p nafarlar o'ldirib keldi. Sonra Einstein qo'lini meshonamga qo'ydi, menga aytdi, "Tumay toni" dedi. Ustoz Einsteinga forsini bilmaydi, nima raqam? Yo'q, u vaqtda bu forsini hamma biladi, forsi muti. Sonra menga aytdi, "Tumay toni" dedi-da, mendan sonra kisadan g'o'lay chiqarni ruslar hammasini bir boshlab o'ldirdi. Sonra Einstein keldi, tashviq qildi meni, chaqchaq qildi, aytdi, "Ofarim, bunday narsa meni tafardisdan ostim sanadi." Ha ustoz, bir savolim bor, so'raymi? So'ra savolingiz nima? Ustoz, siz Einstein vaqtida yo'q edingiz, nima raqamdan bilasiz? Bu bachcha, shaharda parkga men lof uraman, sen kelasan, men o'g'rimni ketirasan. Ertadan senga steporcha jabr beraman. Chop ket.